Assalomu alaykum azizdan aziz bo'lgan qadrdonlarim. Mening yoshlikda turtishib, sevishib, o'ynab kulib, voyaga yetishimda, hayot yo'limda to'g'ri tanlashimda mening yonimda turgan do'stlarim, dugonalarim. Bugun mana 43 yil o'tibdiki, sinfdoshlarning yana diydor g'animat uchrashuvida qatnashib turibman. Umridan baraka topsin. Mana shu sinfdosh do'stlarim, ba'zi birlari hoji, ba'zi birlari Hoji Akbar, ba'zi birlari mutabar ona, buvi darajasidagi maqomlarga erishgan farishta sifat, siyma darajasida bag'rimizga mana xush qadam qilib, shunday go'zal chehralar bilan kirib kelmoqdaki, biz bularni ko'rib 18 yoshligimizni yana eslaymiz. Sababi o'sha go'zal chehralar, o'sha kulgichlar, o'sha tabassumlar hali bu qizlarni tark etmaganligini bildirmoqda. Mana qarang, Alpomish kelbatli, al qomatli, To'ng'iratning asl o'g'lonlari 43 yil o'tgan bo'lsa-da, beli bukchaymagan, g'oz tutib, bardam, baquvvat ko'rinish berib turishini o'zi har qanday farzandning g'ururlantiradigan otasi ekanligidan dalolat beradi. Bugun biz sinfdoshlarning diydor g'animat uchrashuvining navbatdagi suhbat davrasini boshlayapmiz.